Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa sizlar uchun shunaqangi keng, mo'l, ko'l, fayzli, barokatli joylarda 19 sotili uy joyimiz, xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Fasadni qarang, kattaligini xonadonimiz. O'sha burchakdan mana burchakgacha qarang. Mashina turgan joygacha. Kattaligini qarang. Maza qilib yashaysiz. Fasadni o'zi kami bir 40 metr chiqsa kerak. Gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. 19 sotili uy joy, o'na maktab. Maktab, bog'cha hamma narsa bor. Sharoit zo'r. Jiloy mahalla, ko'chalar to'liq asfalt. Qo'yliqqacha 38 kilometr, Food Citygacha 34 kilometr uzoqlikda turibmiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida turibmiz. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Beshkent mahalla fuqarolar yig'ini, Oydinobod ko'chasi 44-uy. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Beshkent mahalla fuqarolar yig'ini, Oydinobod ko'chasi 44-uy. Mana shu xonadon 19 sotik. Hamma shart-sharoiti bor. Gazam, suvam, svet, internet, uyda ichi molxona, otxona, tovuqxona, agarodlari, kapelniy sistemalari hammasi zo'r. Uzumlar pishib yotibdi, dirkillab, dambillab, bambillab. Kirasiz, baraka qiladigan joy. Boshlang'ich narxi $45,000 so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Bemalol kelib savdoni qilaveringlar. Onaxon mehnat qilgan, Alloh rozi bo'lsin, baraka topsinlar, xudo xolasa. Olgan ham, sotgan ham baraka topib maza qilib yashaydigan joy. Kelib bir piyola choy ustida savdoni barakasini qilinglar. Ichkariga kiramiz, obzorni boshlaymiz. Like bosib qo'yasiz. Mana Beshkent mahalla fuqarolar yig'ini, Oydinobod ko'chasi 44-uy. Xonadonga kirib kelamiz, qaranglar. Uzumlarni qaranglar, uzumlarni. Mana. Mana qarang, mashalloh. Bu yoqda orqa tarafini men ko'rsatib o'raylik, keyin nariga qo'yamiz. Mana bu yoqlari, orqalari. Mevali daraxtlar desangiz hammasidan bor. Mana gazoviy sho'tchiklar hammasi o'rnatilgan. Mana bu nima ekan o'zi? Ha, kladovka ekan. Tandir bor ekan aytgancha mana. Tandir, shashlik o'ri, qozon, o'choq, non yopaman desangiz hammasi tayyor. Sotilayotgan sabab xonadon uy joy egasi Qozog'istonga ko'chib ketyapti onaxon, shuning uchun. Uzumlarni qarang, qatorasiga solganman. 19 sotik, $45,000 so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Hovlini qaranglar. Mana. Mevali daraxtlarni qaranglar, hammasidan bor ekan mana. Xurmagacha bor, xurmalar egilib ketibdi. Ichimlik suvlari vodoprovod suvi. Mana. Suvni ko'rishingiz mumkin. Naporsiz o'zi chiqyapti mashinaga mana. Motor qo'yilmagan. Yo'qda tapchanlik joylari. Mana kadastr hujjatini qo'yib qo'yamiz. Xonadon mana ko'rinishi bu yoqda. Fasad. Darvozaxonani ko'ryapsiz. Bemalol hovliga ikkita mashina sig'adi. Bu yoqda mana yashil hududi. Anorlar ekilgan, nari yoqda tovuqxona, kladovka. Juda ham katta mana. Agar o'tib qarang. Mana. Bo'ldi. Nima ekilgan dedilar? Chimchimi? Chimchi ekilganmi? Chimchi mana, chimchi ekilgan. Kapelniy sistema qo'yibdilar, qaranglar. Sekin aylanib bu tarafga o'tamiz. Bu yoqdan o'tar ekanmiz. Bo'lgan ekan. Tortib bo'ylab qo'yishibdi. Mana. Ayollarni qaranglar. Qanaqa mazza joylar. Tovuqxona. Tovuqxona mana bu yoqda tovuqxona. Ham tarafda. Ham taraf kladovka ekan. Kladovka emas, biron bir imorat uy joy qursa bo'lar ekan. Mana. O'tqaligi. Molxona qursa ham bo'ladi lekin. 10 ta mol bemalol ketadi. Agar o'tib qaranglar, to'g'ri burchak, kesilgan, maydalangan, chertilgan joyi yo'q. Uyda mana fasad ko'rinishi. Qaranglar.
Xonadon puliga arziydigan xonadon, zo'r xonadon. Xudo xolasa. Mevali daraxtlar, mana paliflarni qanaqa qilib qo'ygan. Ko'rasizlarmi? Hamma narsa qoladi xonadonda, xudo xolasa. Hech nima olib ketilmaydi. Mana bu yoqda ham molxona mana. Hech nimani olib ketmaymiz deyishyapti. Xudo xolasa. Puliga kelishsanglar bo'ldi. Faqat endi ko'rpa to'shay ketadi-yu. Hojatxonasi. Yo'qda mana uyda fasad ko'rinishi. Mana bu yoqda mana qo'ni qo'shni bilan kichkina eshik qilib qo'yilgan ekan kirib chiqish uchun. Qo'ni qo'shnilar yaxshi-da baribir. Aql, inoq. Uyni ko'ryapsizlar kattaligini. 19 sotik, 45 ming dollar. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Endi xonadonning ichiga kiramiz. Xonadonning ichiga. Yo'qda banya. Motor ham bor ekan mana. Kachalka suv motor ham bor. Agarotga? Yo'qda mana orqa taraf, bu taraflar. Atrof ko'ryapsizlar, o'ralgan. Qo'ni qo'shnilar bilan chegara qilingan. Naryoqlar devor. Naryoqlarni ham ko'rsating, mana shu turishda. Yo'q, banya endi. Mayli, ko'rsatib yuboramiz mana. Banyasi remont qilish kerak ekan. Nimasi remont qiladi? Hamma joyida ekan, toshlari qo'yilgan, mo'yka hammasi joy-joyida. Bochkalarigacha. Mana tegib qo'yib olagan mana. Ha? Uyda tegib podval polностью xullas. Mana to'g'ridagi tovuqxona. Mana to'g'rida tovuqxonasi bor. Xonadonga kiramiz. Kirganda mana tapchali joy tayyor. Tegi pol xonadonni 100%. Zo'r holatda. Yo'qda oshxona. Oshxonani ham tagi pol. Gazlar kirgan, oynalar tashqariga qaragan. Yorug', shinam. Mebel texnika jihozlar o'rnida qoladi. Xo'sh. Bu tarafda xona. Mana. Qarasizlar. Televizor xona отопление sistema mana paravoyli o'tgan. Xonaqasi aylanasiga mana tepalari hamma joy paravoy. Xo'sh, bu tarafda xona. Yo'qda ham yana bitta xona. Boplagan ekanlar mana. Tepalari hamma joy paravoy o'tgan mana. Paravoylar bor. Tepasi mana bunaqa bo'lgan ekan mana. Ko'rsatib oling. Oynalari. Keyin pol. Отопление sistema koridorda ham paravoy. Bu tarafda yana bitta xona. Farzandlar uchun bitta xona qursa bo'lar ekan. Paravoylar mana pardani orqasida paravoy hammasi. Mebel texnika jihoz plus devor pechka ham bor ekan mana. Mana. Bu tarafda ham bor ekan, hamda bu tarafda ham bor ekan. Nomini kim biladi? Kim birinchi topsa bonusi bor deydi, men mayli o'zim aytaman. Nomi kontramarka deyiladi. Eskicha nomi mana. Kontramarka. Bu yoqda отопление, bu tarafdan ko'rinishi xonadonni. Keyingi xona отопление sistema hamma joyda o'tgan ekan. Zo'r. 45 ming dollar yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. 19 sotik.
soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelyapti. Kommunalkadan qarzdorlik yo'q. Va kelsanglar onaxon zalni mana stolni ham to'ldirib qo'yibdilar. Kelasizlar mana shu yerda o'tirib baraka qilasizlar xudo xohlasa. O'taxon rasmi. O'taxon rasmi ekan. Zo'r. Отопление sistema hamma joydan o'tgan mana parovoylar mana bunaqa. Tabiiyada bu tarafda hamma joyda bor. Teglari pol xonadon zo'r. 19 sotik Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani. Ko'ksaroyda. Hozir kadastr bo'yicha ham o'qib beramiz. Oydinobod 244. Oydinobod mahalla fuqarolar yig'ini 44-uy. Kelasiz, ko'rasiz, savdoni qilib, pishirib baraka qilasiz. 45 ming dollar yana kelishtirib o'tib berishadi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.